Asosan bizani o'zbeklar Dubaydan podkatlavan olishadimi yoki tayyor bo'lgan uylarni xarid qilishadimi? Odatda kadastr olish jonaqa uzoq davom etadigan jarayon emas, Jarayon. qiyin emas, lekin nimadir kamchiligi bor. Bilmaydiki u qanaqa qurilish kompaniya. To'g'ri. To'g'risi, masalan, shunaqa aldanish juda ko'p. Zilzilaga bardoqliligi qay darajada? Qurilishdan уже mana bu qovoqni ifloslansa ham mana shundan kelib chiqadi-da. Jaloliddin aka, minimalniy Dubaydan qancha pulga kvartira yokida ko'chmas mulk sotib olsa bo'ladi? Bitta uyni, qimmat uyni sotasiz, 200-300 ming dollar pul ishlaysiz. Aytaylik, ijaraga qo'yuvchi odam xohlagancha o'zi narx qo'yishi mumkinmi yoki bo'lmasa kimdir buni nazorat qiladimi, misol uchun? Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Dubay va Toshkentdagi ko'chmas mulklarni muhokama qilamiz. Bugungi mehmonimiz Jaloliddin Ravshanov. Jaloliddin aka, o'zingizni qisqacha tanishtirib bersangiz, bu sohada necha yildan beri faoliyat olib borasiz? Assalomu alaykum Abdumalik aka. Dubayda nafaqat ko'chmas mulk, balki kriptovalyutalar bilan ham shug'ullanamiz. 2020-yilda boshlaganman Qatarda va keyinchalik, ya'ni o'tgan yildan boshlab Dubayda faoliyatimni boshladim. Endi bu sohaga kirib kelishim juda ham qiziq bo'lgan. O'zi aslida men birinchi Qatarga borgan paytim oddiy mehmonxonada ishchi bo'lib ishga kirganman. Maqsad u yerda bir katta pul topish emas. Sababi agar ko'pchilik eshitgan bo'lsa kerak, Qatar, Dubay shu kabi davlatlarda oylik maoshlar junaqa baland emas. Oddiy ishchilarga aytaylik 500-600 dollar oylik beradi. U oylikni misol uchun O'zbekistonda ham topishingiz mumkin-da, hech narsa emas. Lekin men asosiy maqsadim u yerda ingliz tilimni rivojlantirish bo'lgan, bilimimni oshirish bo'lgan, u yerdagi imkoniyatlarni o'rganish bo'lgan. Va уже 1 yilcha Qatarda ishlab, уже qaraganman, keyin imkoniyatlarni ko'rib keyingi bosqichga chiqish boshlangan va O'zbekistonga kelib bu yerda bir necha yil kriptovalyutani chuqur o'rganib, hozir Dubayda bir vaqtning o'zida ham ko'chmas mulk, ham kriptovalyuta bilan shug'ullanib kelaman. Jaloliddin aka, minimalniy Dubaydan qancha pulga kvartira yokida ko'chmas mulk sotib olsa bo'ladi? Dubayda narxlar bugungi kunda taxminan 120-130 ming dollardan boshlanadi. Boshlang'ich narxlar. Kichkina studiyalar uchun. Ya'ni bu razmeri taxminan 30-35 kvadratlik kichkina xonadon bo'ladi. Endi bu narxlar odatda chekka rivojlanayotgan hududlarga xos. Ya'ni o'ylash kerak emas, misol uchun shuncha pulim bor, men Dubayni markazidan Burj Xalifani yonidan uy olaman deb o'ylash kerak emas. Chunki shahar markazi bilasizlar har doim qimmat. Agar aytadigan bo'lsak, Dubai Marina, Dubai Downtown deyiladi aynan Burj Khalifa atroflarida. U yerlarda narxlar 1 kvadrat metr uchun taxminan 10-11 ming dollarga to'g'ri keladi. Lekin chetroqdan esa siz ancha arzoniga olishingiz mumkin. O'zbekiston fuqarolari qanaqa tarzda oladi? Masalan, Dubaydan bitta yoqtirgan kvartira yoqib qoldi, qanaqa tarzda u olishadi? Xo'sh, Dubaydan uy olish xorijliklar uchun juda ham oson va yengil. Bugungi kunda sizga bitta qiziqarli ma'lumot aytaman. Dubaydan uy sotib olayotganlar orasida mahalliy aholisi, ya'ni o'zlarining fuqarolari bor yo'q 10-o'rinda turadi. Yo'q. Ya'ni qarang-da, bu yerda boshqa davlat, misol uchun Hindiston, Buyuk Britaniya, Fransiya, Rossiya va hokazo. Ya'ni asosiy uy sotib oluvchilar xorijliklar. Va bozor shunga moslashgan. Ya'ni shu darajada osonki, hattoki siz Dubayga bormasdan turib ham onlayn orqali hammasini O'zbekistonda turgan holda u yoqdan xarid qilish mumkin. Olishingiz mumkin. Ya'ni misol uchun xohlasangiz bank orqali pul o'tkazasiz yoki kriptovalyuta orqali ham jo'natishingiz mumkin. Men bekorga aytmadim, bir vaqtning o'zida ham kriptovalyuta, ham ko'chmas mulk bilan shug'ullanaman deb. Sababi bu ikkalasi juda ham bir-biriga yordamchi sohalar. Ya'ni bilasizlar, katta pulni bir davlatdan ikkinchi davlatga o'tkazish ancha muammo. Misol uchun bank orqali siz pul o'tkazib Dubayda uy olmoqchisiz deylik, lekin ko'pchilik xohlamaydi bank orqali jo'nashdi. Birinchidan o'sha odam qancha puli borligini boshqalar bilishini xohlamaydi. Ikkinchidan bank orqali pul jo'natish komissiyalari biroz balandroq, siz 1000 xil hujjatga imzo qo'yishingiz kerak. Undan tashqari sekin, ba'zida misol uchun bir necha kun vaqt o'tadi, aytaylik dam olish kunlariga to'g'ri kelib qolsa pul o'tkazmaysiz. Kelasi haftaga borib tushishi mumkin. Kriptovalyutada esa bu kabi muammolar yo'q. Bir necha sekundlarda siz katta pullarni, hattoki bir necha million dollarlik o'tkazmalarni arzimagan bir necha dollarga
amalga oshirishingiz mumkin. Bu juda ham qulay. Shu sababli bugungi kunda Dubay ko'chmas mulk bozori xorijliklarga shu kabi yengilliklarni yaratgani uchun ham ko'pchilik o'zini pulini xavfsiz joyda saqlash uchun Dubayga investitsiya qilishyapti. O'zbekiston nechinchi o'rinda turadi? Ya'ni Dubaydan ko'chmas mulk xarid qilish borasida? Zo'r savol berdingiz. O'zbekiston Dubayda umumiy Dubay bozorida ko'chmas mulk olish bo'yicha yuqori o'rinlarga kirmaydi. Lekin Dubayning eng yirik quruvchi kompaniyalari bor. Misol uchun Dubayga borganlar bilishadi, Emar, Damak, Shoba va hokazo. Va o'sha yirik quruvchi kompaniyalar odatda bitta ikkita proyektni qurmaydi. Ular butun boshli infrastruktura, community, ya'ni butun boshli rayonni, kichik shaharlarni o'zlari qurishadi. Noldan. Va o'sha Emar kompaniyasi e'lon qilgan statistikaga ko'ra, o'zbekistonliklar Dubayning bir rayoni bor, ya'ni Emar Beachfront degan prestijniy rayoni bor. O'sha yerdan uy sotib olish bo'yicha o'zbekistonliklar 10-o'rinda turibdi. Ya'ni bu oddiy rayon emas. Bu yerda eng arzon uylar narxi odatda 550-600 ming dollardan boshlanadi. Va ana shunaqa prestijniy rayonda, dengizni bo'yida joylashgan rayonda o'zbekistonliklar 10-o'rinda turibdi. Bu hazilakam gap emas. Sababi Dubaydan 200 ga yaqin davlatdan investorlar kelib uy olishadi. Va o'shalarning orasida O'zbekiston shunaqa yuqori o'rinda turishi ochiq meni faxrlantiradi. Bu juda ham zo'r, ijobiy holat. Demak, qiziqish bor O'zbekiston. Qiziqish bor. Qiziqish bor. Endi yana bitta narsani qo'shimcha qilmoqchiman. So'nggi yillarda men statistikani o'rgandim. O'zbekistonliklar xorijdan uy olish bo'yicha asosan Turkiya, Dubay, Gruziya, Qozog'iston, Rossiya shu kabi mamlakatlardan uy sotib olishyapti. Lekin so'nggi yillarda Turkiyadagi zilziladan keyin ayniqsa ko'pchilik o'zbeklar Dubaydan uy olishga, demak, bu ko'rsatkich o'sib boryapti. O'syapti. Sababi birinchidan o'sha xavfsizlik masalasi, ikkinchidan davlatning ekonomikasi ham juda ham barqaror. Misol uchun, yana bitta qiziqarli ma'lumot, so'nggi 30 yil davomida Dubayda valyutasi dirham o'zini qadrini dollarga nisbatan ushlab kelyapti. Ya'ni dollar narxi 30 yildan beri ko'tarilmaydi. Tasavvur qilyapsizmi? Bu shundan dalolatki, ya'ni ekonomika juda ham barqaror. Shu sababli bu yerda ko'chmas mulk narxi ham doim o'sib boradi. Jaloliddin aka, yana bitta savol. Dubaydan ko'chmas mulk sotib olish vizaga olishni osonlashtiradimi? Ya'ni xorijiy davlatda vizasini. Ya'ni siz so'ramoqchisizki, o'sha yerda doimiy yashash huquqini beradimi? Dubayda o'zi bugungi kunda taxminan 13-14% aholi o'zini tub aholisi fuqarolar hisoblanadi. Qolgani, ya'ni 85% dan ko'proq Dubaydagilar xorijliklar. Ya'ni Dubayda yashayotganlarning aksariyati asosan chetdan kelgan investorlar, biznesmenlar yoki oddiy ishchilar. Va bularga viza hech qanaqa muammo emas. Ayniqsa, agar siz ko'chmas mulkka investitsiya kiritadigan bo'lsangiz, misol uchun qiymati 205 ming dollardan baland uy sotib oladigan bo'lsangiz, sizga 2 yillik viza beriladi. Ya'ni doimiy yashash vizasi beriladi. 2 yil davomida bemalol kirib chiqib yashab yurasiz. Xuddi shunday. Va buni uzaytirish mumkin. Ya'ni 2 yil tugadi, keyin siz uni yana qaytadan uzaytiraverasiz, hech qanaqa muammosi yo'q. Siz ya'ni nimadir yana sotib olish kerakmi yoki qanaqa bo'ladi? Yo'q, hech narsa sotib olmaysiz. Endi o'zini to'lovlari bor. Kichkina, ya'ni o'sha sug'urta uchun yoki bo'lmasa o'sha mayda-chuda hujjat ishlari uchun to'lovlari bor va boshqa hech qanaqa katta to'lovlari yo'q. Ya'ni siz bu yerda o'sha ko'chmas mulk investor sifatida o'zingizni nomingizga biznes ochishingiz, oilangiz bilan yashashingiz va hokazo. Hammasi mumkin. Agar siz qiymati 550 ming dollardan baland uy sotib oladigan bo'lsangiz, sizga endi 2 yillik emas, endi 10 yillik golden viza beriladi. Ya'ni sizni qancha yuqoriroq segmentga o'tsangiz, balandroq narxda uy sotib oladigan bo'lsangiz, uje sizga yana ham kengroq imkoniyat ochilaveradi. Siz bemalol o'sha oilangizni olib borishingiz, farzandlaringizni maktabga berishingiz, yuqori ta'lim tizimidan foydalanishingiz, sog'liqni saqlash, nomingizga biznes ochishingiz va hokazo. Bularning hammasi sizga to'liq hammasi yo'l ochiladi xullas. Shunaqa, yashil chiroq bu yog'i. Yana bitta narsani aytmoqchiman. Mana shu oxirgi 2024-yilda 200 mingdan ortiq investor golden vizani qo'lga kiritdi. Ya'ni bu degani kamida o'sha 550 ming dollarga uy sotib olgan o'shalar. Va bundan tashqari to'g'ri, misol uchun ma'lum bir kasbda
mutaxassislarga ham beriladi. Misol uchun malakasi yuqori bo'lgan doktorlar, vrachlar yoki bo'lmasa injenerlar va hokazo. Lekin aksariyati bu yerda o'sha ko'chmas mulk investorlari tomonidan golden viza olinadi. Va bu narsa, yana aytaman, xuddi siz o'sha fuqarolar kabi hamma imtiyozlar, deyarli hamma imtiyozlarga ega bo'lasiz, faqatgina davlat tomonidan beriladigan moddiy imtiyozlardan tashqari. Endi bilasiz, eshitgan bo'lsangiz kerak, o'zi misol uchun Dubayda u yerda fuqarolarga davlat tomonidan doimiy misol uchun pul beriladi, uy-joy olishiga, kerak bo'lsa uylanishiga yoki o'qiyman desa, hattoki o'sha xorijda o'qiyman desa ham, o'sha o'qish pullarini ham hatto davlat to'lab beradi. Lekin bu yerda misol uchun Dubaydan ko'chmas mulkka investitsiya qilayotgan odamlar, golden vizani qo'lga kiritadigan odamlar o'ylaymanki, davlat beradigan moddiy imtiyozlarga muhtoj emas deb o'ylayman. Eng muhimi ularga erkinlik va xavfsizlik. Chunki u yerdan qimmat narxga uy sotib olayotgan odam birinchi navbatda o'zini pulini, investitsiyasini xavfsizligini o'ylaydi. Chunki ko'rib turibsiz, bugungi kunda dunyoda juda ham beqaror vaziyat hukmron. Misol uchun siyosiy taranglik katta davlatlar o'rtasida, undan tashqari misol uchun urushlar, bularning hammasi Dubayga chetdan valyutani oqishiga sabab bo'lyapti. Misol keltiraman. Aytaylik 2020-yilda Covid payti ko'rdingiz, butun dunyo panikaga tushib qoldi. Butun dunyo panikaga tushdi. Hatto mana degan o'sha Xitoy, Amerika yirik davlatlar ham juda krizisga. Krizisga kirdi. Ya'ni yopildi, bizneslar yopilib ketdi. Lekin aynan o'sha payti Dubayda, ya'ni o'sha Emiratda hukumat o'zini yo'qotib qo'ymadi. Ular aksincha buni imkoniyat sifatida ko'rdi va dunyoga o'zini ochiq, ya'ni chegaralarini ochib qo'ygan birinchi davlat bo'ldi. Va bu narsadan foydalanib qoldi. Ya'ni odamlar chetga chiqish, sayohat qilish yoki erkin biznes qilish uchun Dubayga oqib kela boshladi. Natijada o'sha chetdan valyuta oqimi ko'paygani sababli aynan o'sha yili Dubay rekord miqdorda uylar sotildi. Ya'ni tarixda hech qachon unaqa ko'p uy sotilmagan. Va eng qizig'i 2021-yildan keyin 2022-yilda bu o'sish yana ham yuqori ko'rsatkich qayd qilindi. Ya'ni bunga nima sabab bo'ldi? Misol uchun men boya hozirgina aytib o'tdim. Qo'shni davlatlar, dunyodagi siyosiy tarangliklar Dubayga, bozoriga bu ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Men bu bilan aytmoqchi emasman, misol uchun yer yuzida urush bo'lgani yaxshi demoqchi emasman. Urushni hech kim yoqlamaydi, urushni hech kim xohlamaydi. Urushdan hech kim yutmaydi. Lekin achchiq haqiqat Dubay yutadi. Sababi o'sha Rossiyadagi katta investorlar yoki Ukrainadagi katta millioner, milliarderlar har ikkala davlat ana shu urush tufayli o'zini eng yuqori qatlam katta puldor odamlarni yo'qotdi. Ular o'zini mol-mulkini Dubayga investitsiya qilishadi. Sababini o'zingiz bilasiz. Chunki ular xohlaydi o'zini yillar davomida, umri davomida topgan mol-mulkini xavfsiz joyda saqlashni xohlaydi. Natijada Dubay eng qulay davlat. Xuddi shunday. Natijada ular o'sha aynan Dubaydan uy-joy sotib olib, bu yerda o'sha narxni yana ham ko'proq o'sishiga sababchi bo'ldi. Va yildan yilga bu rekord yangilanib boryapti. 2023-yilda bu rekord yana yangilandi. Sababi bu o'sha krizis, misol uchun aytaylik, Yevropa davlatlari yoki Amerikada hozir soliqlar juda ham yuqori. Odamlar aynan soliqlardan qochib ham Dubayga oqib kelishyapti. Sababi misol uchun siz aytaylik, Amerikada bir uy sotib oldingizda 5 yildan keyin misol uchun 2 barobar qimmatiga sotdingiz. Misol tariqasida aytaman va o'sha qilgan foydangizni siz 30-35%ni misol uchun davlatga soliq sifatida to'lasangiz sizga yoqadimi bu? Hech kimga yoqmaydi misol uchun. Dubayda esa ko'chmas mulkka investitsiya qilish yoki arendadan daromad qilish hech qanaqangi bu yerda soliqga 0%. Natijada o'sha doimiy chetdan valyuta oqimi shunaqa Dubay ko'chmas mulk bozorida narxlarning o'sishiga ta'sir qilyapti. Va masalan yana ko'pchilikni qiziqtiradigan savol, Dubaydan aytaylik bitta uy xarid qilmoqchimiz, lekin ma'lum bir miqdorda pul yetmayapti. Uni bo'lib to'lash asosida olsa ham bo'ladimi? Va u yerda protsentlar qanaqa qo'yadimi, qancha foiz qo'yiladi ustiga? Xo'sh, Dubayda agar siz tayyor uy sotib olmoqchi bo'lsangiz, odatda 100% ni to'lovini amalga oshirishingiz kerak. Lekin ba'zida topish iloji bor. Misol uchun yarmini to'lab, qolgan yarmini, demak, bir necha oy davomida, maksimum 1 yil davomida bo'lib to'lasangiz ham shunaqa proyektlar ham bor, topsa bo'ladi. Ya'ni foizsiz o'zini $100,000 AQSh masalan 1 yil davomida, 12 oy davomida to'lib
borsa bo'ladi. Xuddi shunday. Hech qanaqa foiz yo'q. Foizlarsiz. Sababi yana boyagi mavzuga qaytaman. Mamlakatda valyutasi dirham barqaror. Ya'ni o'zini qadri juda ham mustahkam va inflyatsiya ko'rsatkichi pulli qadrsizlanishi juda ham past bo'lgani uchun hattoki 7 yil, 8 yil, ba'zi proyektlar hatto 10 yilgacha foizsiz muddatli to'lov bilan sotib olishingiz mumkin, agar u endi qurilayotgan proyekt bo'lsa. Ya'ni tayyor proyektda, tayyor uyni olmoqchi bo'lsangiz, u qisqaroq muddatga bo'ladi albatta. Lekin agar siz endi qurilayotgan proyekt bo'lsa, bemalol uni sizda vaqtingiz bo'ladi bir necha yil davomida. Lekin boshida sizni nomingizga kadastr chiqishi uchun, o'zingizning nomingizga rasmiylashtirilishi uchun siz 24% ni to'lashingiz kerak. Ya'ni 20%. 24% to'lash. Ha, 20% quruvchi kompaniyaga to'laysiz, 4% esa davlatga to'lanadi. Bu uyni narxidan tashqari bo'lgan 4%. Ha, yo'q. Chunki bu nimaga qarang. Dubayda shunaqa tizim mavjudki, ya'ni investorlar misol uchun Dubaydan yangi qurilayotgan proyektga sarmoya kiritdi uy sotib olish uchun. Va ularni pulini xavfsizligini ta'minlash uchun davlat escrow hisob raqam degan narsani joriy qilgan. Ya'ni uy sotib oluvchilarning to'lagan puli to'g'ridan-to'g'ri quruvchi kompaniyaning hisobiga tushmaydi. Ya'ni pul davlatning ixtiyoridagi o'rtada neytral hisob raqamda turadi. Qachonki o'sha uy to'liq bitib topshirilgandan keyingina o'sha quruvchi kompaniya pulni to'liq ola oladi. Aks holda pul o'sha davlatning ixtiyorida turadi. Ya'ni 100% ishonib bemalol Dubaydan xarid qilsa bo'ladi, yutqizmaydi. Chunki misol uchun bizdagidagi kabi ba'zida endi ko'p guvoh bo'lyapmiz, quruvchilar misol uchun hali boshlamagan masdan boshlamagan uylarga sotuvni boshlashadi. Qaraysiz, hujjatlarida kamchiliklar juda ham ko'p. Undan tashqari sifat darajasi nazorat qilish doim ham ko'ngildagidek emas va bu narsa o'sha investorlarni xavotirga soladi. Investorlar xavotir. Dubayda esa bu narsalar o'sha davlat o'zi tepada turib nazorat qiladi. Shu uchun ham xavfsiz hisoblanadi. Butun umri davomida pul yig'adi. Butun umri davomida masalan, aytaylik, mashinasini sotadi. Men o'zim guvoh bo'lganman. Olgan bitta tanishimiz o'rta turib mana shu qurilish firma oldindan uyini sotib berganmiz degan. Olgan kadastr yo'q. 2 yildan 3 yil уже bo'ldi. Kadastr yo'q. Kadastr bo'lmagandan keyin kanishanta gaz, suv oldin qani kadastring deydi. Yetishi mumkin. Bitta odam butun umr davomida $50,000 yig'ishi mumkin. $100,000 yig'ishi mumkin. Bir umr davomida o'rtacha odam nima? Ha, o'rtacha odam olib o'sha 100,000 dan 70,000 ga uy olsa, endi 70,000 o'sha bilmaydiki u qanaqa qurilish kompaniya. To'g'ri. To'g'risi, masalan, o'shanaqa aldanish juda ko'p-da. O'shanga men patqatlavanga aralashmayman. Men lutchi boraman, tayyor dokumentini ko'raman, hokimiyatdan narsalarni ko'raman. O'zim ishonch hosil qilgandan keyin, "Okajon, mana shu tayyor ekan, mana o'zim ko'rdim, dokument tekshirdim." Chunki bo'lmasam, sizga men uy sota olman deb, birinchi bundan tashqari ularni ayblashdan ko'ra, "Sen nega tekshirmasan, meni ham ayblaysiz. Nega sen menga bunaqa uyni tavsiya qilding?" deb menga kelasiz. Agar sizga men sotsam. To'g'ri. Chunki o'rtadagi shaxs men. Siz mas'ulda, siz. Men mas'ulim. Siz tavsiya qilyapsiz. Men tavsiya qilaman, to'g'rimi? O'shaning uchun ham bunaqa situatsiyaga tushmaslik uchun u aralashmaydi. Tayyorini olib sotishga o'rganganmiz. Chunki o'zi telefon qilishadi. Katta qurilish kompaniyalar bizda уже mana obyekt remontdan chiqyapti. Kelinglar, mana shu отдел продаж, o'zi bolalar bor, bolalar tayinlaymiz, отдел продаж, mana shunaqa уже sotib beramiz. Demak, o'shanaqa reklamli takliflarga siz yo'q deysiz-da, demak, aksariyat hollarda. Aksariyatida tekshiramiz, bir 100% dan 60% juda hozir qurilish ko'p, juda O'zbekistonda qurilish juda ko'p. Mana shu qurilishdan уже mana havoning ifloslanishi ham mana shundan kelib chiqadi-da. Ifloslanish juda sifatsiz narsalardan ishlatilgan, qurilish me'yoriy nizomiga umuman amal qilinmaydi. O'shalardan kelib chiqqan hollarda bu. Tushunarli. Endi hozir o'zingiz yaxshi bo'ldi, o'zingiz shu masalani ochdingiz. O'zi bugungi suhbatimiz davomida aynan shu og'riqli masalalarni ko'tarib,
taqqoslasak, ya'ni Toshkentdagi aytaylik ko'chmas mulk, uy xarid qiluvchilarni aynan o'sha muammoli vaziyat, ko'p duch keladigan holatlar va buni sababi nimada? Yechim nimada misol uchun? Va Dubayda shu vaziyat qanaqa? Misol uchun, ya'ni men bu yerda Toshkentdagi bizdagi holatni qoralash yoki faqat Dubayni maqtash emas. Bu yerda biz ikkalasini solishtirish va xorij tajribasini kerak bo'lsa o'rganish. Ertaga misol uchun shu sohani ichida mutaxassislar aytaylik shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, xorij tajribasini, Dubay tajribasini o'rganib, bizada ham shu tizimni joriy qilishsa misol uchun, aynan shu mavzu, shu muammolarga yechim bo'lishi mumkin-da. Bu narsaga jiddiy qarash kerak. Misol uchun, hozir siz aytgan masala hujjatida kamchiliklar bor deyapsiz. Bu nimaga hujjatida kamchilik bo'ladi? Nimaga kadastrlari chiqmaydi? Odatda misol uchun men juda ko'p o'sha O'zbekistondagi quruvchilarni bu borada fikrlarini eshitdim. Odatda kadastr olish anaqa uzoq davom etadigan hujjatda jarayon emas, qiyin emas. Lekin nimadir kamchiligi bor. Misol uchun, davlat standarti bo'yicha aytaylik, o'sha yerga 4 qavatli bino tushishi rejalashtirilgan, lekin ular quruvchi 4 qavat emas, yerga 9 qavat qurdi, misol uchun. Bu uje. Endi bu degani talabga javob bermaydi. Talabga javob bermaydi. Chunki uni o'sha fundamenti bor, xavfsizligi bor. 4 qavatga mo'ljallangan bo'ladi, uje babi seysma yerlarni hisobga olib beriladi o'sha joyga. Chunki misol uchun ertaga uni aytaylik, xudo ko'rsatmasin, zilzilaga bardoshlikligi qay darajada? Misol uchun ko'rdik Turkiyada qanaqa juda ham falokatli zilzila bo'ldi. Misol uchun bir doktor xato qilsa, aytaylik bitta odamni umriga o'sha hayotdan ko'z yumishiga sababchi bo'lishi mumkin. Lekin quruvchi xato qiladigan bo'lsa, xudo ko'rsatmasin, yuzlab hatto minglab odamning hayoti bu. Hazillashib bo'lmaydi bu narsa. Qurilish kompaniyasi. Shu uchun haqiqatan sizda haligingizda o'rin bor, xavotiringizda o'rin bor. Endi bu narsani yechimi sifatida Dubayda shunaqa holat joriy qilinganki, Dubayda Dubai Land Department degan tashkilot bor. Ya'ni aytaylik siz Dubaydan uy qurmoqchisiz. Siz o'zingiz xohlagan joydan uy sotib olib, o'zingiz shunchaki qurib keta olmaysiz. Birinchi siz o'sha yerda yer sotib olasiz. Yer sotib olganingizdan keyin siz o'zingizni o'sha proyektingizni taqdim qilasiz hukumat organlariga. Ular ko'rib tekshirishadi. Ya'ni necha qavatlik bino qurilyapti bu yerda. Bundan tashqari, ya'ni qurilishni nazoratga oladigan kompaniya demoqchi. Xuddi shunday. Qurilishni nazoratga oladigan kompaniya. Uni xavfsizligi, talablari, davlat standartlari hammasini bajarganingizdan keyin yerda qurilishni boshlay olasiz va siz o'zingizni yoningizdan, ya'ni quruvchi o'zini cho'ntagidan yer sotib oladi. Ya'ni kamida yerda aytaylik 4-5 million dollarga siz yer sotib olasiz, misol uchun bir proyektni boshlash uchun. Va qolganiga, misol uchun to'g'ri sotuvlarni boshlashingiz mumkin, lekin siz o'sha investorlar tomonidan to'langan pulni hammasini ola olmaysiz, boya aytganimdek. Aytaylik, bor yo'g'i misol uchun 10%, 15%ni siz olasiz, qachonki rezultat ko'rsatganingizdan keyin, ya'ni siz o'shani binoni fundamentini, birinchi darajasini aytaylik, ko'tardingizda, ko'rsatdingiz. Keyin hukumat a'zolari kelib uni tekshirishadi, haqiqatan xavfsizlikka javob beradimi? Javob beradigan bo'lsa, keyin o'sha pulni qolgan etaplarni ham boshlab o'tishadi. Ya'ni bosqichma-bosqich pul investorlarning puli quruvchiga hisobiga o'tadi. Ya'ni birinchi bosqichni tugatmasdan turib siz keyingi bosqichdagi pulni qismini ola olmaysiz. Ya'ni bir-biriga bog'liq bu narsa. Shunaqa holatlar bo'ldi. Misol uchun Dubayda ba'zi quruvchi kompaniyalar bor, reklama qilishgan, lekin afsuski o'sha talabga javob bermaydi. Ya'ni davlatni ro'yxatidan o'tmagan, hujjatlari to'liq bo'lmagan 30 dan ortiq quruvchilarni o'shasi faoliyatiga chek qo'yildi. Dubayda ham bunaqa holatlar bo'lganda, sababi o'sha o'zboshimchalik bilan, misol uchun talabga javob bermaydigan yoki yolg'on reklamalar bilan o'zi o'shani amalga oshira olmaydigan darajada yoki o'shani mas'uliyatini his qilmagan holda qurilishni boshlashdimi? Albatta bu narsani javob bor Dubayda. Va Dubayda yutug'i shundaki, yerda korrupsiya yo'q ekan. Narxlar masalasida qarang, Abdumalik aka. Misol uchun Toshkentda ko'rdik-ku, Rossiyadagi haligi siyosiy beqaror holat bo'lgandan keyin o'sha urush payti ko'pchilik rossiyaliklar Toshkentga kelishdi, juda ham ko'pchilikda. O'shanda uy-joylar narxiga ta'sir qildi. Ijaraga ham uy-joylar narxi keskin o'sib ketdi. Keskin. Men nima demoqchiman? Savolim shuki, bizda qandaydir bir tizim bormi shuni nazorat qiladigan? Misol uchun aytaylik, ijaraga qo'yuvchi odam
xohlagancha o'zi narx qo'yishi mumkinmi yoki bo'lmasa kimnidir buni nazorat qiladimi misol uchunda? Bizda nazorat qiladigan odam yo'q. Ya'ni deylik sizni bitta Mirobod Avenue'da uyingiz bor. O'sha kelib chiqqan lokatsiyadan, qilgan remontingizdan, jihozlagan, ya'ni mebel jihozlaringizdan kelib chiqib, yoningizdagi o'sha bozordiy narxdan kelib chiqqan holda narx qo'yasiz, lekin sizni kimdir siz tepadan turib, "Mana buncha narx qo'y, mana bunaqa qilish kerak" deb aytmaydi. Siz ya'ni o'zingiz xohlab, mana masalan deylik, arendaga 60 kvadrat joy topshirmoqchisiz, $2000, qo'shningiz 2200 qilyapti. Men qo'shnimdan arzonroq berib yuboray, tezroq sotilsin degan maqsadda berib yuborsangiz bo'ladi. Ili san ham xuddi shunaqa narx qo'yishing kerak degan gap yo'q. Misol uchun qarang, o'sha ijarachi bilan kelishuv bo'ldi. Shuncha narxga, masalan, aytaylik $2000 ijarachi turibdi. 6 oydan keyin uni narxini oshirishni xohlab qoldi uy egasi. Misol uchun boyaga aytdim, rossiyaliklar oqib kela boshladi, birdan narx ko'tarilib ketdi, uy egasi ham narxni ko'tarishni xohlab qoldi. Shunaqa holatlarda qanaqa yechim misol uchun? Bunaqa holatlarda o'zi oldindan ijara shartnomasi tuziladi. Ya'ni deylik qisqa muddatda yashilgan, ya'ni 5 oylik bo'lsa, 5 oyga mana shuncha 2 oydan keyin turaman, uy egasiga qarab, o'sha 3-oyda mana buncha pul berasan, yokida 2 yilga yoki 3 yilda olinyapti, o'sha 1,5 yildan keyin $2000 to'layotgan pulingga $300 qo'shib berasan, yokida $400 qo'shib berasan. O'sha kommunalka oshyapti deysiz. O'sha ijara shartnomasiga bog'liq. Kelishishlik, o'zaro kelishuvga bog'liq. Yaxshi. Dubayda shunaqa tizim borki, ya'ni Real Estate Regulatory Authority degan tashkilot bor. Ya'ni u yerda ko'chmas mulkni nazorat qiladigan tashkilot, ya'ni o'zini rental index, ya'ni ijarani ko'rsatkichi bor. Ya'ni siz ma'lum bir hududda, lokatsiyada ma'lum bir narx oralig'idagina qo'ya olasiz. Ya'ni hattoki o'shandan arzon ham qo'ya olmaysiz. Sababi bilasizmi? Bozorda sindirmaslik uchun-da. Yoki bo'lmasa baland ham qo'ya olmaysiz o'sha ma'lum bir belgilangan narx oralig'ida. Davlat o'zi buni haliga qiladi-da, nazorat qiladi. Chunki bu yerda faqatgina qarangda, uy egalarini manfaatini himoya qilish emasda bu yerda, ijarachining ham manfaati himoya qilinadi. Sababi o'sha ko'chmas mulk bozorini rivojlanishini o'sishida o'sha ijarachilarning ham roli katta-da. Chunki o'sha ijarachi tomonidan talab yuqori bo'lgandan keyin, uy joyga talab yuqori bo'lgandan keyin uy joy narxi o'sib boradi. O'zi Luboy marketda qarang, Toshkentda ham, Dubayda ham yoki Istanbulda olamizmi misol uchunda, aksariyat yashovchilar ijarachilar misol uchunda. Lekin bizda bu ko'rsatkich kamroq, ya'ni ijaradan ko'ra o'zini uyida yashovchilar ko'proq bizda. Lekin xorijga borsangiz, hatto Amerikaga borsangiz ham, bizda ko'pchilik havas qilishadi. Deyarli hamma ijarada. Aksariyat ko'pchilik odamlar ijarada turadi. Shunaqa. Bu narsa achchiq haqiqat. Dubayda ham xuddi shunaqa. Ya'ni misol uchun siz investorsiz, sizni o'zingizda aytaylik Dubayda 10 ta uyingiz bor. 10 ta uyingiz bor sizni o'zingizda. Lekin bu yoqda misol uchun uysiz ijarada turuvchilar juda ham ko'p. Ya'ni men nima demoqchiman? Aynan mana shu tendensiya ko'chmas mulk bozorini yana ham o'sishiga sabab bo'lyapti. Ya'ni Dubayga yangi kirib kelgan, ko'chib kelgan biznesmenlar, misol uchun yashovchilar birdaniga uy sotib olmaydi odatda, bilasizmi nima qiladi? Ular aytaylik o'zini biznesi, aytaylik o'sha downtown yoki Business Bay degan rayoni bor Dubayda, o'sha New Yorkning Manhattaniga taqqoslanadi. U yerda asosan yirik kompaniyalar, ofislar joylashganda. Va aynan o'sha o'zini ishxonasiga, ofisiga yaqinroq joydan, aynan o'sha rayondan misol uchun ijaraga uy oldi deylik. Misol uchunda, lekin yillar davomida narx o'sgani sababli ijarachilar hattoki ko'chyapti, bitta lokatsiyadan ikkinchi lokatsiyaga ko'chyapti. Ya'ni men nima demoqchiman? To'g'ri, buni davlat nazorat qiladi narxini, lekin boyagi pastga tushib ketishiga ham yo'l qo'ymaydi ijarani bozorda o'ldirish uchun, lekin tabiiy yillar davomida narx o'sishi bilan bu chegara ham ko'tarilib boraveradi. Va natijada qarang, o'sha nuqtalarda горячий lokatsiyalarda narx o'sgani sababli endi chekka rayonlar ham rivojlanyapti. Sababi boshida misol uchun aytaylik, siz yiliga misol uchun $50,000 to'laysiz ijara uchun Dubayda o'sha top lokatsiyalarga. Va kelasi yiliga keldida aytaylik 1 yildan keyin yoki 2 yildan keyin 50 emas, endi o'sha $70,000 bo'ldi ijara o'rtacha narx. Siz o'sha hisob kitobingizni o'ylaysizda, keyin sal chetroq rayonga ko'chasiz ijaraga.
Chunki siz yiliga 50 ming dollar mo'ljallab kelgansiz, misol uchun ijara uchun. Natijada boyagi markazdagi ijarachilar chetga ko'chgani sababli chekkadagi rayonlarda ham narxlar sekin yillar davomida o'sib boradi. Natijada o'sha shaharni shu darajada kengayib boryaptiki, oxir-oqibat o'sha har yili shuncha ijara to'lab, narx o'sib borayotganini ko'rgan va bundan charchagan ijarachilar oxiri nima qilyapti? O'z uy sotib olyapti. Sabab bu yerda o'sha boya aytganimdek, bir necha yillik uzoq muddatlik bo'lib to'lash imkoniyati borligi Dubayda bu narsa o'zini uyini egalik qilishiga sabab bo'ladi. Va bu o'sha krizis ham hattoki Dubayga bunaqa yomon ta'sir qilgani yo'q. Ya'ni qaysi ma'noda aytyapman? Dubayda ko'chmas mulk bozori asosan o'sha o'zini puliga uy sotib oluvchilar evaziga bozor rivojlanadi, o'sadi. Misol uchun men Amerikani ham ko'chmas mulk bozorini o'rgandim. U yerda asosan o'sha kreditga, ya'ni bankdan pul olib kreditga uy sotib olishadi. Ya'ni bozorni qarang, o'rtacha 70-75% uylar banklar egalik qiladi. Amerikada misol uchun-da. Ya'ni siz o'sha Amerikada bankdan kredit olib uy sotib olasiz va siz kelajakda ishlagan pulingiz o'shanga to'laydi. Lekin Dubayda esa yoki bizda O'zbekistonda ham hattoki odamlar aksariyati o'zini puliga uy sotib olishadi. Va bu narsa shu sababli ham bozorda nima deydi, sog'lom o'sish borda. Hozir Toshkentdan uy sotib olishda eng ko'p talab qaysi rayonlarga bo'lyapti va nima uchun? Juda ham yaxshi savol bo'ldi. Hozirgi paytda zichligini inobatga va shahar ozgina ifloslanganini inobatga olsak, Mirzo Ulug'bek rayoni ko'proq talab bo'lyapti. Demak, yana Mirzo Ulug'bekning ham joylari bor, ya'ni Central Lomacharskiy, Nikitina, ya'ni o'sha bu yog'i Do'rmonga qarab ketadi. Do'rmonni bilasizlar, ko'pchilik biladi, havosi toza. Do'rmonda ham o'sha oldingiga nisbatan hozir havoni ifloslangan juda o'sib boryapti. Do'rmonda ham o'sha kottejniy garodoklar qurilyapti. Katta o'sha citylar o'sha Do'rmonni o'zida, masalan, 20 ta 30 talik o'sha penthouselar ham qurilyapti. O'sha Do'rmonda talab o'sha oshib boryapti. Buni endi asosiy sababi hozir ifloslanishi dedingiz-ku, havoning ifloslanishi dedingiz. Bu ifloslanishiga asosiy sabab nima deb o'ylaysiz? Aynan faqat qurilishni ko'pligimi yoki aytaylik zavod fabrikalardan chiqayotgan qandaydir ximikatlarmi yoki boshqa sabab bor, nima deb o'ylaysiz? Meni o'ylashim bo'yicha zich yonma-yon qurib tashlash. Mana o'zimning fikrim, shaxsiy fikrim. Tez qurishyapti, sizga ya'ni xavfsizligiga ham e'tibor berishmayapti. Masalan, 3-etajdan musor bo'lsa tashlashayapti. Bu o'zaro o'sha havoga, o'sha iflosligiga ta'sir qiladi. O'zim ham ko'p guvohi bo'lganman. Yo'lda birinchi qatorda ketsangiz, o'sha 4-etajdan o'zini maxsus narsasi bor, liftda olib tushmaydi musorni, uni tashlab yuborishadi. U o'sha havoga ta'siri bor. Ta'siri bor hamma narsani. Endi ya'ni bir nechta omillar qo'shilib havoni, ya'ni Toshkent hozir havosi iflos shaharlar ichida dunyoda yuqori o'rinlarda turibdi-da. Hozir Shu uchun haliga qildim. Keyingi savolga o'taylik. Qarang, yana bitta qiziq. Bizada ko'pchilikda shu fikr bor, o'sha agentlar, realtorlar, maklerlar, moshennik degan tushuncha qolib ketgan miyada. Shuni muhokama qilaylik. Ya'ni bu yerda o'sha maklerlar qay darajada ishonchli va ular ham odamlarni yedirib ketishi mumkinmi? Qandaydir o'zini puli narxini qo'shib yoki aksinchami? Ya'ni uy egalari misol uchun ularni haligi qilishib ketyaptimi? O'zini va'dasida turmasdan shuncha ulush beraman deb bermay ketish holatlari bo'lyaptimi? Shuni muhokama qilsak nima deysiz? Dubai bilan taqqoslasak ham bo'ladi. Bu ham yaxshi. Endi hozir maklerlar, endi hozirgi zamonaviy tilda bu realtor. Bu realtor. Juda ham ko'p. Juda ko'p. Sohani tushunmasdan ham bu sohaga kirib kelganlar juda ko'p. Masalan, o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda aytaman, 8 yildan beri ishlayotgan bo'lsak, 8 yil ichida masalan hamkorlikda ham ishladik. Bizani bolalar hamkorlikda ham ishladik. Shu hamkorlikda ishlaganimizda maklerlarning o'zi bizani masalan o'zimizdan ham chop ketgan payti bo'lgan. Ya'ni bizani variantda, ya'ni aytaylik bitta uyga oldik. Menda eksklyuziv variant, boshqa hech kimda yo'q. Bitta maklerga aka klientimiz bor, olib ko'rsangiz bo'ladimi, deyapti. Bo'ladi. Ya'ni 50 yil ishlaymiz. Bu yoqda mana shuncha summa olamiz, sotib berganimiz ish haqqimiz mana shuncha, shu bilan sizlar bilan bo'lishamiz deyilyapti. Xo'p, dedik, endi klient olib borildi. Endi biz
bizada endi obyekt ko'pligi uchun u obyektga e'tibor sal pasaydi. Значит, men bolani biriktirib qo'ydik. Akaga ishonch deganimdan biriktirib qo'ydik. U bolani uy egasi bilan biriktirib qo'ydik. O'zi olib bordi, ma'lum vaqt o'tgandan keyin o'zimizni klient telefon qildi, "Men shu uyni ko'rmoqchimiz" deb. Endi men to'g'ridan-to'g'ri uy egasiga chiqdim. "Aka, men shu uy turibdimi? Hali ham desa, "Yo, seni sheriging sotdi" dedi. "Qaysi sherigim?" desa, "Mana mana shu palonchi sotdi" dedi. Men unga indamadim. "Ha, bo'ldi, sotdi, esimdan chiqib qopti" dedim, qo'yib qo'ydim. Keyin unga telefon qildim, olmadi. Telegramdan yozdim, "Hey, Mahmudda esingda bo'lsa, 4 oy oldin mendan olgan varianting, men orqali mashina kirdik, men tanishtirdim. Nega unaqa qilsan?" O'sha klient shunaqa bo'lib qoldi, uy egasi men o'zim bo'lib qoldim. Undan tashqari yangi obyektlar ham uy egasi bilan birga ishlaymiz. Yo'q, bu yerda gap uy egasi emas. Men orqali kirdim-ku dog'ni. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, maklerlarni o'zi bir-birini chopadi. Bir-birini chopadi. Shunaqalar ham bor. O'shandan keyin bizni ishonch qolmagandan keyin hozir deyarli telefon har kuni bo'ladi. Olmaymiz. Ya'ni biz hamkorlikda ishlamaymiz. Juda kamdan kam. Masalan, o'zim bilganlar masalan 3-4 yil oldin tanishgan bo'lsam, ya'ni ishonch, masalan, siz bilan ishlayapman, men sizga ishonaman. Bemalol masalan, menga telefon qilyaptimi, siz Dubayda ishlaysiz, aka Dubayga bitta klientning nomerini beraman, Dubaydan uy xarid qilmoqchi. Men sizga ishonaman. Ishonib o'sha odamning nomerini beraman. Agar sizga ishonsam, mana shunaqa. Bu ishonch deyiladi. Hozirgi paytda bunaqa juda kam. O'shaning uchun ham aytib qo'ygan bo'lardim. Kimdandir o'sha qaysidir maklerlar bilan ishlayapsizmi? Oldin uni so'rang, qanchadan beri ishlayapsan? Bundan oldin nima ish qilgansan? Sani sohang shumi? Azaldan shu sohadamisan yoki 1 yil oldin masalan, svarka qilib bu sohada kirib ketish ham qiyin-da, chunki bozorni o'rganish kerak-da. To'g'ri. Masalan, hech nimani bilmasdan turib hech qayerga yurib bo'lmaydi-da. Shunday. Pravani ham o'qib, mashina o'qib, keyin o'tiriladi rulga-da. Bu oddiy ko'pchilik o'ylaydi, bular namuncha pul oladi, namuncha 2%, 3%, namuncha pul ko'p olishadi. Bu ko'p olish sababi masalan kelishadi-da, ukam deydi, "Men srochni sotib berishing kerak mashina." Oka, narxi qancha? O'zini bozor narxidan 2 baravar qimmat etadi. Aytaylik, ya'ni Yunusobod rayonida hozirgi paytda Zenitda 2 sotulik uylar 280 ming, endi talab 250 ming, 280, 300 minggacha Zenitda 2 sotulik. 350, 360, 400 minggacha qo'yishadi. Aka, sizni bu lokatsiyadan kelib chiqqan holda sizni uyingiz qimmat deymiz. Endi tushungan odamlar tushunadi, narxini bo'ldi sizlar belgilab beringlar, tushunamiz deydi. Tushunmagan odam bo'ldi sotmaydi. Biz tushuntiramiz. Agar mashuncha summa qo'ysa, aka bu uyni sotamiz deymiz. Agar rozi bo'lsangiz, mana mashuncha minimalisi o'sha bozor narxida uy qo'yamiz. Bozor narxi, ya'ni talab bor joyda o'sha narxga o'rganib, o'sha narxda qo'yamiz va sotib beramiz. Sotib berganimizda ham ko'pchilik uy egalari endi ko'p pul bo'lib ketadi, o'zingizdan bilasiz, 5-6 ming bo'lib ketadi. Nimaga sizlar shunaqa pul olishlaring kerak deydi. Shunaqa vaziyatda bo'lgan. Bir kun bittasinikida bir kunni sotib qo'yganmiz-da uyni. Telefon bo'lyapti, ukam srochni sotishim kerak dedi. Bozor narxidan bozor o'tdi 300 ming deyilyapti. 280 ga baholadik. 265 ga klient bo'ldi. O'sha kuni video olib chiqdik, kechasi joylashtirdik. Soat 10 da klient telefon qildi. Ukam ko'rsam bo'ladimi? Shu atrofda yurdim. Bo'ldi, egasiga, aka ko'rsatsa bo'ladimi? Bo'ldi, kelinglar dedi. Olib bordik. Zaklatib berdi. Ertaga оформление bo'ldi. Оформлениеdan keyin pulni beradigan kuni endi bizaga haqqi $6,000 berish kerak. Ukam uyalgan deyapti. Bizaga uyalgan deyapti. Qanaqasiga san 2 soatda masalan oldik, joylashtirdik, 2 soatda $6,000 topishing kerak deyapti. Menga shunaqa. Aka dedim, biz siz bilan qanaqa kelishganmiz dedim. Men sizni uyingizni sotib beraman deganmanmi? Sotib berdimmi? 5 tashaldimi? Biz o'zaro shartnoma ega bo'ldimi? Bo'ldi. Babram dedim. O'shanda o'sha odam bermagan. To'liq pulini bermagan. Rasa tortishganmiz. Yo, uni sudga berib undirib olish iloji yo'qmi, misol uchun? Yo, bor. Juda qiyin. Bor, masalan, ma'lum bir vaqtlarda o'sha asabingiz ketadi. Nima desa bo'ladi, o'sha vaqtingiz ketadi. Olsa bo'ladi, lekin u arzimaydi, asab ketkizganga unga arzimaydi. O'shaning uchun hozirgi paytda bizda ham ko'proq reklama.
ko'proq masalan uylarni reklama qilamiz. Endi biz oldin 4 ta 5 ta rayon bilan ishlasak, hozir 3 ta rayon bilan ishlaymiz. Ya'ni o'zimizda bolalarning kuchi yetadigan Mirzo Ulug'bek, Yunusobod va Yakkasaroy rayoni. Mana shu yerda ham ma'lum bir lokatsiya, ya'ni elitniy lokatsiyasida ishlaymiz. O'shanaqa joylarda. Agar o'sha siz 2 soatda $6000 ishlab topganingizni haligi uy egasi hazm qila olmayapti-da bu yerda. Agar haligi Dubayda agentlar borda, misol uchun qimmat uylarni sotadi, aytaylik $1 million uy sotib, agent $45-50 ming pul ishlaydi misol uchun-da. Agar bunaqalarni eshitsa ular o'zini osib qo'yar ekanda, masalan. Shunaqa. Bizda shunaqa holatlar bor. Endi odamlar bunaqa katta summani qanaqasiga tez topib hazm qila olmaydi. Chunki masalan biz ham bu paytga kelgunimizcha, ya'ni mana shunaqa tez sotib berishgacha biz ham oldin o'rganganmiz. Xuddi shunday. Biz ham bittada kelib qolmagan, ularga tushuntiraman. Mana shu sizni uyingizni tez sotib berish uchun ham biz mana shu sohani ichiga o'rganamiz. 8 yil umrda mana shu sohada yuribmiz. To'g'ri. Bozor o'rganamiz. Sizga masalan sizni uyingizdan kelib chiqqan holda klientlarni olib kelamiz. Bu o'zi oson emas. Masalan ko'pchilik o'ylaydi, bular kelyapti, videoga olib ketyapti, ertasi kuni klient olib kelyapti, sotib beryapti deb o'ylaydi. Lekin u yerda nechta bola ishlaydi? Masalan, bizani nechta bola ishlaydi? Montaj qiladi, target kerak bo'lsa targetga ham yoqiladi. Atak o'zi klient o'zi bilasiz, hozir klient puli bor klientni tortib olib kelish o'zi bir muammo. Любой biznesda, qarang Abdumalik aka, любой biznesda eng qiyin narsa sotish. Siz bu dunyoni o'zgartirib yuboradigan bir narsani ixtiro qilsangiz hamchi, misol uchun-da, uni sota olmasangiz u bir tiyin. Uyda ham misol uchun siz eng zo'r uy quring, uni sota olmasangiz bir tiyin. Ya'ni siz o'sha eng qiyin ishni siz oson, tez amalga oshiryapsiz yoki biz ham misol uchun-da Dubayda qurilish kompaniyalar realtorlarni qadrlaydi. Chunki ularga asosan klientlar oqimini o'sha realtorlar ta'minlaydi va ular ziqnalik qilmaydi. Misol uchun-da hozir shart ham qilib qo'ygan, realtorlar bilan birlashtirib qo'ygan. Katta obyektlar. Men ham endi eshitdim. Hozir bu zo'r. Bozorda o'sishiga ta'sir qiladi bu narsa. Bundan tashqari har ikkala tomonning huquqlari himoyalangan. Ya'ni siz misol uchun formani to'ldirasiz, ya'ni uy egasi, uy sotib oluvchi va agent o'rtasida shartnoma imzolanadi va siz uyni sotganingizdan keyin misol uchun agentga pulini bermasdan keta olmaysiz. Chunki davlatning o'zi sizni hujjatlaringizni oxirigacha nima qilinmaydi. Agentni rozi qilmasdan turib hujjatlaringizni oxiriga yetkazishingizga yo'l qo'ymaydi bu narsa. Shunaqa. Chunki agent siz boshqa agent bilan ishlab keta olmaysiz uy egasi sifatida. Va agentlar bor, misol uchun qimmat uylarni sotgan uchun Dubayda bitta uyni, qimmat uyni sotasiz, $200-300 ming pul ishlaysiz. Misol uchun luxury segmentda Palma orolidagi qimmat, misol uchun aytaylik, 30 million, 40 million dollarlik uylardan bitta sotsangiz, misol uchun aytaylik, $300-400 ming pul ishlaysiz. Va siz 1 yilda bitta uy sotsangiz ham, misol uchun yetadi. Endi kim uchundir yetadi, lekin kim uchundir bu o'zi odatiy narsa. Odatiy narsa. Shunaqa agentlar bor, misol uchun har hafta qimmat uylardan sotadi, misol uchun-da. Ya'ni bu degani haligini agent qancha yaxshi pul ishlasa, bu yana ham ko'proq motivatsiyasi oshadi. Yana ham ko'proq kattaroq natija qilishga erishadi. Uy egalari realtorlarni chiqarib yorib, o'zaro o'yin qilishlar bo'lmaydi. Yo'q, chunki bunga yo'l yo'q. Yo'l yo'q. Shunaqa yo'l. Chunki bu aytgandek, o'sha uy sotuvchini ham, uy sotib oluvchini ham ishi bitmaydi. Realtorsiz ishi bitmaydi. Xuddi chunki o'sha boyagi hujjatni oxiriga yetish jarayoni realtorning roziligiga kelib bog'liq. Aks holda u haligi sistemadan davlatni o'zini bazasida bitta odamning nomidan ikkinchi odamga o'tmaydi. Chunki u yerda misol uchun agent degan joyda kiritilish kerak. Qaysi agent orqali sotilyapti? Ya'ni uyni sotuvchini ham o'zini agenti bor, uy sotib oluvchini ham o'zini agenti bor. Ya'ni ikkita agent bir-biri bilan ishlaydi va hamda o'zini klienti uchun xizmat qiladi. Bu yerda faqat uyni olish sotish emas, hamma hujjat ishlarini o'sha agentlarning o'zi amalga oshiradi. Sababi boshqa davlatdagi kelgan investorlar Dubaydagi qonunlarni tushunmaydi, hujjatlarni tushunmaydi. Uy olish bu ko'chadan telefon olish yoki kompyuter olish emas aka. Bu misol uchun bir necha million dollarga uy olyapti, baribir 7 o'lchab bir kesadi. Natijada bitta xato qimmatga tushmasligi uchun ularni o'sha savodxonlik deymizmi, nima deymiz? O'shasi yuqori
ya'ni har bitta ishni o'zini mutaxassisiga topshirish kerakligini yaxshi anglab yetishgan ular. Bitta narsa qo'shimcha qilmoqchiman, qarangda, odamlar birorta joydan, shahardan uy sotib olayotgan payti, u faqat uy sotib olmaydi, ya'ni o'sha joydagi imkoniyatga pul tikadi. Misol uchun, viloyatdan kelib odamlar nega Toshkentdan uy sotib oladi? Sabab bu yerdagi biznes qilish imkoniyati, bundan tashqari bu yerdagi infrastruktura, aytaylik o'sha viloyatlarda gaz, svet muammosidan charchaganlar ham ko'pda, misol uchun. Aynan shu narsadan charchagan ko'pchilik insonlar ham kelib Toshkentdan uy sotib oladi. Va siz aytgandek, bu hozir to'g'ri, vaqtinchalik narxlar orqaga qaytdi. Vaqtincha. Lekin bu tushungan odam uchun aslida imkoniyat. Sababi imkoniyatdan to'g'ri foydalanish kerak. Oxirgi aytaylik 3-4 yil ichida Toshkent shahrida yoki boshqa yirik shaharlarda, Dubayni o'zini ham oladigan bo'lsak, nerealli narxlar o'sib ketdi. Ya'ni ba'zi joylarda hatto 3 barobargacha narx ko'tarildi. 50 ming dollarga olgan uyingiz, misol uchun 150 ming dollarga sotganlar ham bor. Aytaylik Toshkentda, misol uchun bilishim bo'yicha eshitganmiz shunaqalarni. Dubayda ham xuddi shunday. Aytaylik Palma orolidan misol uchun 9 million dollarga villa sotib olgan investor oradan aytaylik 5-6 yil o'tib o'shani 30-35 million dollarga sotish imkoniyatiga ega bo'ldi. Sotganlar sotib pul qildi, foyda qildi. Sotmaganlar uzoq muddatga ushlab turibdi. Ya'ni men nima demoqchiman? Aytaylik Dubayda ham, Toshkentda ham o'zini nufuziga qarab uy-joy narxi o'sib boradi. Shunaqa. Endi bu yerda yana bitta narsani qo'shimcha qilmoqchiman men. Endi bu yerda hozir har ikkala bozorda taqqoslash asosiy taqqoslash maqsadida hozir ma'lumotlar bilan ulashyapmiz. Bozor, misol uchun Dubayda likvidlik juda baland. Ya'ni likvid deganda uyni sotilish qobiliyati. Ya'ni qanchalik uy tez sotiladi. Misol uchun Dubayda aytaylik siz bozor narxida narx qo'ysangiz, realniy narxda qo'yadigan bo'lsangiz, yo osmondan kelmasangiz, siz qandaydir 2-3 haftada uyingizni bemalol sotib olishingiz mumkin-da. Endi Toshkentda ham misol uchun aytdingiz, ba'zida bir kunda ham sotib olgan paytlarimiz bo'ldi dedingiz, lekin o'rtacha holatni olib qaraydigan bo'lsak, Toshkentda hozir bozor qanchalik likvid, ya'ni uyni sotilish qobiliyati qanchalik oson, tez yoki qiyin? Lokatsiyadan kelib chiqqan holda aytsam, hozir ko'proq sotilayotgan rayonlar bu hozir Mirzo Ulug'bek bo'lyapti. Chunki talab o'sha Mirzo Ulug'bekga intilyapti. Odam o'sha birinchi o'rinda xavfsizlik jihatdan, o'sha havosi tozaligi sifatida, o'sha va bu yog'i do'lmonga chiqib ketasiz, bu yog'i trassaga chiqib ketasiz va qulay lokatsiya bo'yicha o'sha ko'pchilik odamlar, ya'ni xaridorlar Mirzo Ulug'bekdan uy tanlashyapti. O'shanga ham o'sha Mirzo Ulug'bekda oldin 5 yil oldingina qarasak, 100 ming dollarga 4 ta uy qarasak, hozir 100 ming dollaringizga bemalol 15 ta variantingiz bor. Variant. O'sha o'ylaysiz siz 100 ming dollaringizga qanaqa uylar olishni o'sha o'ylaysiz. Tushunarli. Aytmoqchi bo'lgan narsa, endi quruvchilar ham ko'p-ku. Misol uchun Dubayda yangi proyekt boshlanadi-da, qarang. Boshlangandan so'ng u zapusk qilinadi va u hammasi birdaniga sotilmaydi odatda. Faza-fazaga bo'lib sotiladi. Misol uchun, hozir yangi Palma oroli qurilyapti Dubayda. Eng arzon villalar narxi 5 million 400 ming dollardan boshlanadi. Hali qurilmagan. U 3 yildan keyin bitadi, misol uchun-da. Va o'sha Palmani hammasi to'liq sotuvga chiqmagan. Ya'ni ma'lum bitta ko'cha, bitta mahallani aytaylik bir 30 ta uy sotuvga chiqadi. U sotilib bo'lgandan keyin keyingisi sotiladi, misol uchun-da. Men nima demoqchiman? Hozir Toshkentda ham misol uchun kichkina garadoklar, kottejlar qurilyapti-yu. O'shalarni misol uchun sotuvga chiqarishda hammasini birdan sotuvga chiqarishadimi yoki birma-bir qurib bitkazib sotishadimi? Va o'shani sotish tezligi qanday, misol uchun demoqchiman-da. Bizda u o'sha quruvchini moddiy tomoniga o'sha, ya'ni pulga bog'liq. Masalan, hozir ko'pchiliklar masalan 20 ta kottej qurayotgan bo'lsa, bosh puliga qarab, boshidagi 3 ta 4 tasini 100% bitirib, sotishib, keyin qolganini ham qurishyapti. Unga qolgan 17 tasini korobka holda ushlab turishadi. 4 ta 3 tasini 100% bitkizib, ya'ni mebel jihozlari bilan qilib sotishyapti. O'sha sotganni puliga bu yo'q. Agar o'sha puldan kelib chiqqan pul muammo bo'lmasa, endi katta kompaniyalar birdaniga ham qurib, birdaniga ham sotyapti. Tushunarli. Men tushunishim bo'yicha hozir aytdingiz-ku, quruvchilar bir-biri bilan raqobatda yutish uchun yaxshiroq taklif bilan chiqishyapti dedingiz. Misol uchun, oldin
faqat qorasuvoq holatda bez remont korobkada sotilardi novostroykalar. Misol uchun xoh o'sha kottej bo'lsin, xoh o'sha ko'p qavatli bino bo'lsin. Lekin hozir mana eshityapmiz, to'liq remont bilan topshiramiz deyishyapti. Hattoki o'sha misol uchun mebel bilan topshirish, ya'ni to'liq jihozlangan holda topshiramiz deb Dubayda shunaqa takliflar borda. Ya'ni siz uy sotib olasiz, chemodaningizni ko'tarib kelasiz, yashaysiz. Toshkentda ham hozir Ya'ni shunaqa narsalar kompaniyalar xuddi shu sizni o'sha Dubayda berayotgan taklifi berishyapti. Ya'ni birinchi to'lovga, ya'ni 100% to'lovga hozir sizni, ya'ni nima desa bo'ladi, 100% remont bilan chiqarib berishyapti. Ya'ni 100% to'lovga bo'lib to'lashga esa sizga, ya'ni devorlaringizni korobka holatdan bo'lib berishyapti. Agar 100% to'lasangiz remonti bilan qilib berishyapti. O'sha odamga o'sha o'ylayapti, to'g'ri ozgina qo'shib 100% to'laganim menga o'sha ancha qulaylik bo'lyapti. Remont bilan olma. O'sha quruvchilar shunaqa taklif bilan berishyapti. Remontni o'ziga ham ancha pul ketib qoladi. Remont o'ziga ham endi oila hisoblasak 100 kvadratga 15 mingdan o'sha 20 minggacha ketib qoladi. Shunaqa ancha pul ketib qoladi. Quruvchi kompaniyalar o'shanaqani ham o'sha mijozlarga taqdim qilyapti, qulaylikni, ya'ni o'ylab ko'rishyapti. Bir xil katta quruvchi kompaniyalar o'zi oldin korobka sotilgan uylar hozir o'sha pul 100% ya'ni перегородка qilib beryapti, gazni ulab beryapti, kotelni qo'yib beryapti. Katta quruvchi kompaniyalar. Agar 100% to'lab, yana ustiga ozgina qo'shadigan bo'lsa, remont jihozlari bilan qilib berishyapti. Bu zo'r. Chunki o'sha qanchalik raqobat ko'payadigan bo'lsa, ya'ni men nima demoqchiman? Raqobat kuchli hozir, Toshkentda raqobat kuchli. Bitta narsa yomonda, narxni sindirish bilan raqobatda yutaman degan quruvchi bozorda o'ldiradi. Bozor o'ladi. To'g'ri, bu yerda o'ylashi mumkin xaridorlar va bizaga xalqqa yaxshi arzon bo'ladi deb o'ylashi mumkin. Yo'q, yaxshi emas. Sababi ko'pchilik quruvchilar, bozorga yangi kirib kelgan quruvchilar o'zini hisob-kitobini to'g'ri ola olmaydiganlari bor. Hattoki, ya'ni majbur bo'lyapti proyektni o'z vaqtida tugatish uchun, hattoki tan narxidan ham arzon narxga tezroq sotaman deyapti-da, narxni sindiryapti. Nafaqat bozorni sindiryapti, balki o'zini ham sindiryapti. Sababi u o'sha proyektni o'z vaqtida nima qila olmaydi, tugata olmaydi ba'zida. Va ba'zida shunaqa holatlar bo'lyaptiki, misol uchun eshitganimizda qarang, piramida qilishadi. Ya'ni bitta quruvchi qurilishni boshladi, bitirish kerak-da. O'sha vaqt yaqinlashyapti. U topshirish kerak. Topshira olmasa, o'sha har xil gap chiqib ketadi, reputatsiyasiga ta'sir qiladi. Keyin nima qiladi? U quruvchida aytaylik, bitta emas, misol uchun 5 ta proyekti bor. Boshqa proyektga qilingan to'lovni, yig'ilgan pulni mana bu birinchi sroga yaqinlashayotgan nimaga proyektga pulni tikadida tezroq bitiradi. Uni xo'p o'z vaqtida topshirdi, lekin bu undan keyingi proyektni pulini bunga tikib yuborgani uchun undan keyingi proyekt oqsalishiga sabab bo'ladi deb eshityapman. Ya'ni men nima demoqchiman? Shunga o'xshagan holatlar qay darajada Toshkentda keng tarqalgan va buni yechimini nima deb o'ylaysiz? Va yechimi qanaqa deb o'ylaysiz va bu qay darajada to'g'ri? Misol uchun. Endi bunaqa quruvchilar ham bor oramizda, yo'q emas. Asoslimi shu narsalar haqiqatan bormi? Chunki men eshitdim-da, mana shu narsani katta quruvchilardan eshitganman. Yo'q emas, bor, to'g'ri eshitibsiz. Yo'q emas, bor. Endi bu 100% da olganda 5-6% ni tashkil qiladi bunaqa kompaniyalar. 5 asosiysi, lekin ko'pchilik uje hozir 100% tekshirib, 100% qilib, pulini uje nima desa bo'ladi, kadastrni olgandan keyin, kadastrni oldindan chiqarib 3 oyda uje berishyapti. Ya'ni pul to'laysiz, kadastringiz 3 oyga chiqadi. Yoki 100% to'lasangiz, uje kadastri bitgungacha chiqadi deb uje takliflar bilan chiqishyapti. Bemalol bu degani, masalan, bitkazib berishga uje qo'rqmasdan bemalol olishyapti-da uje. Xaridorlar uje bemalol, значит, quruvchilar ham mana shu, ya'ni deylik, keyingi yil mana shu oyda bitadimi? Ya'ni bemalol uje to'lab olsa bo'ladi. Uje hozir unaqaga asosi yo'q. Lekin bor, qanaqadir bir 10% chi shunaqa tashkilotlar bor. Men shuni taklif qilgan bo'lardim, misol uchun mana shu videomizni ko'rayotganlarga. Dubayda shunaqa tizim joriy qilinganda, qarang. Ya'ni har bitta proyekt uchun, boya aytdim, escrow hisob raqam joriy qilinadi va bitta proyekt uchun to'langan pul boshqa proyektga ko'chirilmaydi, uning iloji yo'q. Ya'ni o'sha proyektni yig'ilgan puli, investorlarning puli faqat o'sha proyektga va nafaqat o'sha umumiy proyekt uchun investitsiya qilinadi, balki
qaysi uyni, nechinchi qavatdan, qaysi kvartirani, xullas hamma detallari bazada ulangan bo'ladi bir-biriga. Ya'ni hukumatni, davlatni bazasi bilan quruvchini bazasi bir-biriga ulangan. Misol uchun siz 50-qavatdan, misol uchun aytaylik, 200 kvadratlik dengizga qaragan kvartira sotib oldingiz. Va aynan o'sha kvartira siz sotib olganingizdan keyin bazadan olib tashlanadi. Ya'ni bizda misol uchun shunaqa shartnomalarni eshitganman. Siz uy sotib olmoqchi bo'lsangiz, investor sifatida kirasiz, pul kirit, investitsiya qilasiz, lekin ertaga proyekt Xudo ko'rsatmasin bir muammo bo'lib qolsa, bitmay qoladigan bo'lsa, как siz investorsiz, proyekt oxiriga yetmadi va investor sifatida pulingizga kuydingiz, misol uchun. Qonunan olib qaraganda shunaqa holatlarni eshitdim-da men. Men nima demoqchiman? Aynan shunaqangi holatlar bo'lmasligi uchun, ro'y bermasligi uchun o'sha, ya'ni faqat investor sifatida, ya'ni proyekt o'xshamasa pulingizga kuyasiz degan ma'noda emas, balki o'sha mas'uliyatni to'liq quruvchini o'zini zimmasiga yuklagan holda o'sha uyni egasi sifatida, ya'ni o'shani ma'lum bir belgilangan kvartirani yoki xonadonni egasi sifatida bazada o'shani shakllantirish men uchun to'g'ri deb o'ylayman. Va bu narsa shart. Bu narsa shart. Endi ba'zi quruvchilar qilishyapti bizda ham, misol uchun, lekin bu davlatning, hukumatning bazasi bilan bog'lanmagan. O'zlaricha qilishyapti. Ya'ni bitta uyni aytaylik 5 ta odamga sotish O'zbekistonda mumkin. Eshitganman. Agar tushunmagan, xat hujjatni tushunmagan odam bo'lsa. Shunaqa. Mumkin bu narsa. Mumkin. Ya'ni bittasini shapkasini olib boshqasiga kiydiryapti. Shunaqa holatlar ko'p bo'lyapti. Lekin aynan mana shu Dubaydagi tizimni O'zbekistonda joriy qilishsa, o'ylaymanki, bu ham yechim bo'ladi deb o'ylayman. To'g'ri. Qarang, Abdumalik aka. Mendan ko'pchilik klientlar so'rashadi-da. Dubaydan misol uchun yaxshi joydan uy olmoqchiman deyshadi. Men ulardan so'rayman-da, yaxshi joy Dubayda yomon joyning o'zi yo'q. Lekin siz yaxshi joy deganda aynan qanaqa joy nazarda tutyapsiz deyman, misol uchun-da. Aytishadiki, men oilaviy yashamoqchiman deyshadi. Xo'p, Dubayda qayerdan olmoqchisiz? Aytaylik, Dubai Marina deyshadi. Lekin ularga tavsiya qilmayman, agar oilaviy yashamoqchi bo'lsangiz Dubai Marinadan uy olish. Dubai Marina o'sha mashhur o'sha yaxtalar suzadigan, ko'p qavatli, baland imoratlar qurilgan juda ham chiroyli joy, rayon hisoblanadi. U yer asosan turistlar ko'p keladigan joy hisoblanadi. U yerda misol uchun farzandingizni bog'chaga, maktabga beraman desangiz, u yerda unaqa obyektlar deyarli yo'q. U yerda asosan kimlar uchun? Uy sotib olib, ijaraga daromad qilish uchun zo'r variant. Haqiqatan talab yuqori, lekin oilaviy yashash uchun zo'r emas. Ya'ni klient o'zi nima xohlayotganini o'zi bilmaydi hali, lokatsiyani tushunmagani uchun. Ya'ni o'zini xohishi bilan tanlagan lokatsiyasi bir-biriga mos emas. Men savolim shundan iboratki, siz aynan mana shunaqa klientlarga qanaqa uylarni tavsiya qilasiz? Misol uchun, aytaylik, investitsiya qilib, bir necha yildan keyin, aytaylik, 4-5 yildan keyin katta foyda qilmoqchi bo'lgan investorlarga shaharni chetrog'ida rivojlanayotgan, yer narxi arzon bo'lgan rayonlarni tavsiya qilasizmi yoki bo'lmasa, aytaylik, yaxshi prestijniy lokatsiyalarni tavsiya qilasizmi erta sotish oson bo'lish uchun? Ertaga sotishga oson bo'lish uchun shahar markazrog'ida, ya'ni C1larda ko'chmas mulklarni olib qo'yishni tavsiya qilaman. Hozirgi paytda o'sha chetlarda ham chekka shaharlar rivojlanyapti. Ular u qancha yillar rivojlanadi, qancha yildan keyin o'zini oqlaydi. U hozir yer narxi arzon o'shatiladi. U bilmayman. Endi men bilganim o'sha markazroqdan olgan yaxshi, keyinchalik yaxshi daromad qilaman degan insonga. Lekin o'sish ko'rsatkichi men o'ylaymanki chet rayonlarda tezroq deb o'ylayman. Misol keltiraman, qarangda. Dubayda hozir dunyodagi eng katta aeroport qurilyapti. Al Maktum deb nomlangan aeroport. Bu 36 milliard dollarlik katta proyekt bo'lyapti. Va bu yerda bir yilda 260 millionta yo'lovchiga xizmat ko'rsatadi. Endi mantiqan o'ylang. U yerda minglab xodimlar ishlaydi aeroportda va aeroport shahardan chetroqda. Va aynan o'sha aeroport uchun yangi rayonlar qurilyapti. Ya'ni o'sha yerda ishchilar yashash uchun va hokazoda. U yerda yer narxi arzon. Men nima demoqchiman? Siz Dubayda markazdan ko'ra salkam yarim narxiga u yerdan uy sotib olishingiz mumkin va kelasi aytaylik 7-8 yilda narxlar xuddi yosh nihol tez o'sgani kabi chet rayonlarda narxlar tez o'sadi. Lekin prestijniy rayonlarda to'g'ri u yer shakllanib bo'lgan. Lekin o'sish ko'rsatkichi, misol uchun aytaylik 5 yildan keyin markazda narxlar aytaylik 50% o'sadigan bo'lsa, lekin rivojlanayotgan rayonlarda 80-90% o'sishi mumkin. Aynan mana shu narsaga qanday qaraysiz? Bu to'g'ri, lekin
lokatsiyaga ham bog'liqda o'sha joyda qanaqa nimalar qurilyapti, nima ya'ni sport komplekslari bormi, magazinlar, bolalar maydonchasi bormi, o'sha kattaroq kompleks qurilsa, o'sha bir yaqin 2 yilda o'sha u ham narxi o'sha hozir masalan oddiy misol Yangi O'zbekiston taraflarini olsak, yer narxi hozirgi 2 yil oldinga nisbatan hozir 70-80% ga oshgan. O'sha 2 yil ichida. 2 yil ichida masalan aytaylik u payt 20-30 ming dollar bo'lsa, hozir 50 ming dollarga o'sha yaxshi joylar, ya'ni Yangi O'zbekiston bog' tarafida shunaqa narx bo'lyapti. Ya'ni sizni fikringiz shuki, agar faqat o'sha proyektni o'zi bo'lsa yoki bir chet joyda bitta domni o'zi tushgan bo'lsa yoki bir aytaylik sanoqligina kottedj tushgan bo'lsa, bu siz o'ylagandek yaxshi daromad keltirmasligi mumkin. Sababi o'sha maktablar, shifoxonalardan uzoqligi sababli. Uzoqligi sababli. Hamma narsani, ya'ni kommunikatsiyani bir joyga yig'gan bo'lsa, bitta katta kompleks bo'lsa, o'sha narxini o'sha keskin oshishiga sabab bo'ladi. Tushunarli. Ya'ni siz aytmoqchisizki, o'sha siz faqat uy sotib olmaysiz, butun boshli infrastrukturani bir qismini sotib olasiz. Hamma qulayligi bilan olasiz. To'g'ri, to'g'ri. Hamma qulay, ya'ni ishingizga bir qadam bo'ladi. Hamma qulayligi bir jamlashgan bo'ladi. Endi bu narsa Dubayda yutug'i shundaki, Dubayda master plan shakllantiriladi. Misol uchun MR eng yirik quruvchi kompaniya, u yerda o'sha bitta, ikkita kichkina proyekt emas, xuddi siz aytgandek butun boshli community quriladi va u yerda hattoki o'sha savdo markazi deysizmi, shifoxona deysizmi, maktab deysizmi, masjid deysizmi, hammasini o'sha quruvchini o'zi tepasida turib hammasini o'zi planlashtiradi va reja bo'yicha o'zi quradi. Ya'ni kichkina quruvchilar, misol uchun aytaylik 5 ta 10 ta kottedj quradigan quruvchilar yonma-yon qursa, ularni plani bir-biriga joylashuvi, rejasi va rivojlanish bir-biriga xalaqit qilishi mumkin. Lekin o'sha yirik tepasida turgan quruvchi kompaniya quradigan bo'lsa, o'ylaymanki, haqiqatan Toshkentda ham bu narsa juda ham o'sha joyda o'sishiga ta'sir qiladi deb o'ylayman. Xo'sh, oxirgi savolim, qarang. Va eng og'riqli savollardan biri. Bilasiz, hozir dunyoda katta krizis ketyapti. Nafaqat misol uchun Yevropa, Amerika, balki Xitoy deymizmi, hatto O'zbekistonga ham o'ylaymanki ta'sir qildi. Misol uchun bizneslar, savdolar tushib ketdi. Misol uchun mashinalar narxi deysizmi, uylar narxi deysizmi, ta'sir qildi. Xo'sh, aynan mana shu krizisdan keyin, ya'ni uylarni narxini o'sishi qachondan boshlanadi deb o'ylaysiz? Ya'ni aynan krizis payti hozir qanaqa yo'l tutish kerak investorlar? Qachon investitsiya qilish kerak? Qanday investitsiya qilish kerak? Qanaqa pulini to'g'ri joyga qilish kerak? Yo'naltirish kerak. Noturar joylarga, meni shaxsiy fikrim, hozirgi paytda noturar joylar, ya'ni pulli sarmoya kiritish noturar joyga menimcha ancha qulay deb bilaman. Chunki noturar joylar o'sha oddiy misol bitta 70 kvadratli arendaga qo'yaman desangiz, shahar markazidan $1000 dan $1500 chiqadi. Noturar joylar 70 kvadrati 2000 dan tepasi shahar markazida. O'sha farqni sezyapsiz. Ya'ni investitsiya kiritaman degan odamga men mana shu noturar joyni tavsiya qilaman. Ya'ni har qanday sharoitda, o'sha hattoki krizis payti ham, bozor suz payti ham ijaradan sizga doimiy daromad keltiradi. Joylar tezroq sotilishi, masalan, hozir bitta odamda aytaylik, sizda 10 ta kvartirangiz bor. Pul juda ham zarur, yomotdi. Lekin menda 10 ta noturar joyim bor. Noturar joyi masalan hammasi shahar markazida, birinchi qatorda tez ketadi. U katta kompaniya tez oladi. Sotaman desam. Kattaroq kvadratida aytaylik 300 kvadrat, 400 kvadrat desam, aytaylik Karzenka, Makro degan kompaniyalar birinchi yaxshi lokasiya bittada oladi. Sizni 10 ta kvartirangiz keyinchalik sotilishi mumkin, arzon narxda berasiz. Meniki o'sha narxda sira sotaman. Tushunarli. Misol uchun qarangda, $1 million obyekt taqqoslaydigan bo'lsak, noturar joyga nisbatan aytaylik uy ijaradan daromad ko'rsatkichi qanday farq qiladi bitta lokatsiyani o'zida? Misol uchun necha foiz yiliga o'rtacha? Bir xil narx, bir xil lokatsiya, bittasi noturar, bittasi esa uy. Noturar joy ko'proq farq qiladi. Masalan, necha foiz taxminan deb o'ylaysiz? Taxminan bir 30-40% tashkil qiladi. 30-40%. Ya'ni
Bir xil lokatsiya, bir xil joyda уже mana shuncha farq qiladi. Ya misol uchun qarang, o'sha Nikitina deylik. Nikitinada aytaylik 1 million dollarlik uy necha pulga ijaraga qo'ysa bo'ladi? 1 million dollarlik uy absolutsiyaga qarab 10 ming dollardan уже ketaveradi. Ha, yiliga shunaqami? Yo'q. Yo'q, uzr, adashdim. Oyiga. Ha, oyiga bo'ladi. Ha. Shunda yiliga 12% bo'ladimi shunda? Yiliga endi 120 ming bo'ladi-da shunda. Shartnomaga qarab, agar kattaroq muddatga qoladigan bo'lsa, 10 ming dollardan 100 ming dollarga yiliga Ha. kelishsa bo'ladi. Endi kattaroq 2-3 yil bo'lsa, ya'ni 120 ming dollar emasda, ya'ni 100 ming dollarga kelishsa bo'ladi. Kattaroq 3-4 yillik shartnoma qilsa agar. Ha, uzoq muddat bo'lgani Uzoq uchun muddat bo'lgani uchun, endi kichkina summa bo'lmagani uchun risk kamroq bo'ladi, haligini shunaqa. uyni egasi. Ular ham shu skidka qilib berishadi. Ha, tushunarli. Lekin xuddi misol uchun o'sha rayonda aytaylik avtoservislar bor yoki boshqa do'konlar bor aytaylikda misol uchun. O'shani taxminan necha pulga qiziqib ko'rganmiz shu narsani, ijarasini. Shunaqa. Masalan, hozirgi paytda Nikitinada yerlar narxi 90 mingdan 100 minggacha Soto. bir soto. Bu hozir men ichki mahallalarni aytaman, ya'ni 2-3 qator mahallalarning ichini aytaman. Birinchi qatordagilar endi so'rab turishibdi, 130 mingdan deyishyapti, 150 mingdan deyishyapti. Bu endi og'izda aytilayotgan narxlar, ya'ni siz real qaraydigan bo'lsangiz, endi 130 dan ozgina baribir tushirtirib olsangiz bo'ladi. Ya'ni birinchi qator. Biznesmenlar uchun zo'r bu baribir. O'ylaymanki, bugungi podkastimizda muhokama qilgan mavzularimiz, berilgan ma'lumotlarimiz ko'pchilik uchun foydali bo'ldi deb o'ylayman. Shaxsan men o'zim ham Toshkent ko'chmas mulk bozori haqida qiziqtirgan savollarga javob oldim. Agar Dubay ko'chmas mulk bozori haqida sizni qiziqtirgan savollarga ma'lumot bera olgan bo'lsam, albatta xursandman va yakun uchun so'zni men Abdumalik aka o'zlariga beraman. Shaxsan men ham Dubayda ko'chmas mulklar bo'yicha o'zimga kerakli ma'lumotlar oldim. Endi Toshkentdan qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol mana Jaloliddin akani uje bemalol to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib, sizlarga qiziqtirgan savolinglar bo'lsa, bemalol bilib berishimiz mumkin. Bugungi podkastimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yib, kommentariyada nima savolinglar bo'lsa, bemalol izohlarda yozib ketishinglar mumkin. Rahmat, sog' bo'lasizlar.